Zakot beradiganlar zakot nisobi bugungi kunda 40 million bo'ladigan bo'lsa, 40 million oilaviy ehtiyojidan tashqari bo'lsa, u zakot beradi. Lekin qurbonlik kim qiladi? Zakot nisobiga yetadigan puli bor, lekin kechagina o'sha pulning egasi bo'ldi. Demak, ularni ham qurbonlik qilishliklari vojib. Qurbonlik qiladilar. Lekin oilalar bor, qurbonlik qilib, qurbonlikni tarqatishlikka imkoniyati yo'q, o'zlari muhtojroq. Birodar, Alloh taolo Qur'oni Karimda, payg'ambarimiz ahadislarida ham aytadilar. Suygan qurbonligimizni na go'shti, na po'sti, na bir qoni Allohga yetib boradi. Allohga yetib boradigan narsa taqvo. Ya'ni qurbonlik qiladimi yoki yo'qmi? Qurbonlikni qiling. Oilangiz ko'pchilik, o'g'limiz bor, qizimiz bor, oilamiz katta. Qurbonlikni so'yingda hech kimga bermang. O'zingiz pishirib yeng. Xonadoningizda saqlang. O'g'lingiz, qizingiz, keliningizga bo'lib bering, begonaga bermang. Bo'ladimi? Bo'ladi. İmkoniyatimiz bemalolroq. Birodar, so'yingda 3 bo'lakka bo'lang, tavsiya. Bir bo'lagini zaxira qiling, bir bo'lagini pishirib yeng, bir bo'lagini xom holatda qo'shnilarga tarqating. Kim xohlasa hammasini ehson qilmoqchi, bemalol. Kim xohlasa hammasini pishirib bermoqchi, bemalol. Kim xohlasa yarmini pishirib berib, yarmini xonadoniga zaxira qilmoqchi, bemalol. Maqsad nima? Maqsad so'ysangiz bo'ldi. Qonini oqsangiz bo'ldi. Undan u yog'ini o'zingiz bilasiz inshaalloh. Bugun qurbonlikka bel bog'laylik bugun. Qurbonlikni baquvvatini, ibodatga yaraydiganini, kasali, cho'log'i, qo'tiri, ko'zi ko'ri, bir a'zosi yo'g'i kerak emas, bo'lmaydi u. Aytyapmiz-ku, so'ygan qurbonligimiz aslida o'zimiz uchun. Uni Alloh taologa go'shti ham, qulog'i ham, a'zolari ham hech narsasi yetib bormaydi. U qurbonlik avvalo o'zimiz uchun, taqvo uchun u. Shuning uchun yaxshisini so'ying, baquvvatini so'ying, Alloh taoloning o'zi fazilat bersin. Demak, qurbonlikka yaraydigan mollar: qo'y, qo'chqori ham bo'laveradi. Echki, qora mol, tuya, tamom. Ot, g'oz, xo'roz, tovuq bo'lmaydi u. Demak, qurbonlikka yaraydigan mollar: echki, qo'y, qora mol, tuya. Mana shu 4 xil hayvonlarning erkagi ham, urg'ochisi ham bo'laveradi. Baquvvat bo'lsin. Alloh taolo fazilatli qilgan bo'lsin. Qo'y 1 yashar bo'lishligi kerak. Mol 2 yashar bo'lishligi kerak. Tuya 5 yashar bo'lishligi kerak. Nega bu gaplarni aytyapmiz? Qo'yimizni, qo'chqorimizni 1 yashar bo'lishligiga hali 2 oy bor, yoki 3 oy bor. Lekin gavdasi zo'r, baquvvat. 1 yillikni tortadi. Bo'ladimi? Bo'laveradi. Bo'ladi inshaalloh. Alloh taolo barakotli qilsin. Ho'kizimiz bor. 2 yashar bo'lishligi kerak. Lekin u 2 yashar bo'lishligiga ozgina vaqt, 3-4 oy vaqt bor. Lekin gavdasi baquvvat. Biz yaxshigina niyat qilib boqqanmiz yoki yaxshisini sotib olganmiz yoki sotib olyapmiz. Bo'ladimi? Inshaalloh bo'ladi. Alloh taoloning o'zi yaxshilik bersin. Va shu bilan birgalikda yana bir narsaga e'tibor beraylik. Qo'ylar bor. Qulog'i kesilgan. Qurbonlikka bo'lmaydi deb turib oladi. Yo'q. Qulog'i teshilgan. Nima uchun? Adashmasligi uchun. Qulog'i yarmi kesilgan. 2 bo'lakka bo'ltab qo'yilgan. Qurbonlikka bo'ladimi? Bo'ladi. Belgi uchun shunaqa qilingan. Bir qo'y bor, bitta quloqsiz o'zi tug'ilgan, lekin baquvvat. Bo'ladimi? Bo'ladi. U atayin ertaga sodir qilingan ayb emas. Shunday qo'chqor boqdik, qurbonlikka yaqin devorni urib bir shoxini sindiribdi endi. Endi u bo'lmaydi. Endi u qurbonlikka yaramaydi. Masalan,
qulog'ining uchdan biri halqa uchun, bir narsa uchun ketgan bo'lsa bo'laveradi. Holki joyi salomat bo'lsa qurbonlikka yaraydi. Yoki qo'chqor bor, tug'ilishidan shoxsiz holatda tug'ilgan. Uni shoxsizligi aybi emas. Shunaqa holatda tug'ilgan. Ular ham qurbonlikka yaraydi inshaalloh, bo'laveradi. Alloh taolo ibodatlarimizni qabul bo'lmog'ini Robbimni o'zi nasib qilsin inshaalloh. Va mana bugungi Zulhijja kunlarida, fazilatli bu kunlarda bizlar ko'p zikr aytmog'imiz, takbir aytmog'imiz, ibodatlarda ko'pchiligimiz bardavom bo'lmoqligimiz shart bo'lgan amallardan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam quyidagi ko'rinishda zikrlar aytib yurardilar, takbir, tahlil aytib yurardilar. Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar, Allohu akbar valillahil hamd degan takbirni aytardilar. Buni Arafa kunining bomdotidan, uni kelgusi jumada ham tushuntiramiz, lekin mana shu Arafa kunigacha ichimizda mana shu takbir, tahlil, zikrlarni aytib yursak yaxshi. Arafa kunining bomdotidan qurbonlik kunlari, birinchi, ikkinchi, uchinchi kun asr namozigacha aytib yurardilar buni. Farz namozlaridan keyin. Buni inshaalloh qolgan vaqtlarda ham aytib yursak, Alloh taolodan fazilat so'rasak, Alloh taoloni o'zi inshaalloh ibodatlarimizni qabul bo'lmog'ini Robbim nasib qiladi inshaalloh. Demak, mana shu Arafa kunlarida bizni barchalarimiz ibodat qilmoqligimiz, ibodatni kuchaytirmoqligimiz va har bir shunday ibodatlarki, ibodatlarni chin qalbdan ado etishlikni inshaalloh Alloh taolodan so'ramoqligimiz kerak bo'ladi. Toat ibodat mavsumlarini tavba bilan, bugungi kunlarni mana Zulhijja oyining avvalgi 10 kunligini larimizga ihsonlar bilan Alloh taolodan yaxshilik so'ragan holatda solih amallarda har bir mu'min insonlar mana shu kunlarda bardavom bo'lsin.